Assalomu alaykum hammaga. Mana Qorasedanadagi Tojikiston chegarasida arimizga kelganmiz inshaalloh. Qorasedanlar ham mana o'zi pishishga kelib qoldi. Asalarilar ham oxirgi gullaridan nektarlarni olyapti mana. Hamma gulda inshaalloh arilar bor. Bu asallarlar changlatganiga hosili ham mana tiqilib qolgan, zo'r bo'lgan, o'ta dahshat. Asallarlar mana yonida turibdi Qorasedana. Salqin joylarda. Mana Qorasedana zo'r, mana shunaqa bo'ladi. Mana shu yerda o'zi 20 gektardan ko'p. Kimga Qorasedanani asali zaril bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Dastlabki xizmatimiz bor, o'zi kam qoldi. Mana arilar hali ham ishlab turibdi. Mana shu yerda yurganda sal nariroqda ham yana 100 ta yashigimiz bor, hozir uni ham ko'rsatamiz. Mollar ham salqinda yotibdi mana. Hoppa. Mana biz asalarlar. Shu yerdan o'sha biz ekan, daraxtlar orasida ham bor. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, dadanglarga bosib qo'yinglar. Manfaatli videolar inshaalloh oldinda.